Assalomu alaykum do'stlar, men Kinomanman va bu Astronavt filmi. Olimlar yerga tushgan astronavtni biznikilardan deb o'ylab katta xato qilishgandi. Videoni tomosha qilishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qulayroq o'rnashib oling va biz boshladik. Qutqaruv guruhi okeandagi qulash nuqtasiga yetib kelishdi. NASAga tegishli kosmik kema ichida bo'lgan Sam ismli astronavtni zudlik bilan shifoxonaga olib ketishadi. Bir necha soatdan so'ng o'ziga kelgan Sam oldidagi ruchka havoda muallaq turganligini ko'radi. U uni olmoqchi bo'lganida palataga kirgan odamlar uni chalg'itishadi. Vrachlar uning ruhiy holatini tekshirish uchun bir qancha savollar berishadi va Sam ularga ruchka haqida aytib beradi. Vrachlar esa buning antigravitasion gallyutsinatsiya ekanligini ta'kidlashadi. Ular nima sodir bo'lganligini bilishni istashardi va Sam barchasini so'zlab beradi. U parvoz markazi tomonidan koordinatlarni qo'lga kiritgach, harakatni boshlagan va barchasi rejadagidek ketayotgan edi. Ammo ko'p o'tmasdan nimagadir urilib ketgan. Vrachlar nimadir kapsulaga urilib uning shlemini sindirganligini taxmin qilishadi. Biroz o'tib Samni qizi Izi va Marklar ko'rgani kelishadi. Ulardan so'ng kelgan otasi William unga NASA uning qulashi bilan bog'liq surishtiruv ishlarini boshlaganligini va jurnalistlardan xoli bo'la olishi uchun davlat tomonidan ajratilgan uyda yashab turishini tushuntiradi. Samni o'rmon o'rtasidagi uyga olib kelishadi. Uni uy bilan tanishtirgan doktor Michel bu joy 80-yillarda qurol sinovlarini o'tkazish uchun barpo qilinganligini, biroq hozirda diplomatlarga xizmat qilishini ma'lum qiladi. Sam uning uchun keltirilgan teleskopdan samoga nazar solishi bilan boshi garang bo'lib, g'alati xotiralar ko'z o'ngidan o'ta boshlaydi. Uni tinchlantirgan Michel bu kabi holatlar uning uchun normal holat ekanligini tushuntiradi. Agar ishiga qaytishni istasa, sog'lig'ining tiklanishiga harakat qilishi lozim edi. Barcha ketgach, uning boshi qattiq og'riydi va u haroratini tekshirib ko'rgach, hammasi joyidaligini ko'radi. Tunda dugonasi Vel bilan valaqlashib turgan Sam orqa hovlida nimanidir ko'rib qoladi va dugonasining gapiga chalg'ib ko'ziga nimadir ko'ringanday bo'lganligini aytadi. Dugonalar gaplashib olishgach, to'satdan xona chiroqlari pirpirashni boshlaydi. Yetmaganiga qo'shni xonada kimdir yurganday edi. Xonani ko'zdan kechirgan Sam polda tuproq va suv izlarini ko'radi. Tashqariga chiqqach, teleskop orqali o'rmonga qaraydi va qandaydir sharpani ko'radi. Qo'lga fonar olib sharpani ko'rgan joyga borishi bilan uy tomida kimdir yurganligi ko'rinadi. Shu damda Samning boshi qattiq og'rib, yuzlab odamlar halokat sodir bo'lgan joyda yurganliklarini ko'radi. Ertalab bir ahvolda uyg'ongan ayol qo'lidagi ko'karish tarqalib borayotganligini ko'radi. Nonushta tayyorlayotgan paytda esa tuxumlardan biri havoda muallaq turganligini ko'radi. Biroq tibbiyot xodimlari kelishi bilan tuxum yerga tushib sinib ketadi. Samni xuddiki maxfiy topshiriqqa tayyorlayotganday har xil testlardan o'tkazib, turli-tuman mashqlarni bajartirishadi. Ko'rikdan so'ng og'rimagan joyi qolmagan Sam biroz dam oladi. Bu tajribalar kosmik dastur uchun muhimligini aytgan doktor Michel undan qanday simptomlar borligini so'raganida Sam hammasi joyidaligini aytadi. Barcha ketgach, sayrga chiqqan Sam to'satdan yana qattiq bosh og'rig'ini his qiladi. Ko'z oldida esa kechagi sahnalar yana gavdalanadi. Barchasi tugagach, xazonlar ostida yashiringan kabelni topib oladi. Uning ortidan borgan ayol u nur chiqarayotgan toshga ulanganligini ko'radi. Uni ko'targan Sam soxta tosh ostida kamera yashiringanligini aniqlaydi. Bundan xavotirga tushgan Sam sal nariroqda yana bir kabelni topadi va u ham soxta tosh ostidagi kameraga ulanganligini ko'radi. Ortiga qaytayotgan ayol turtilib ketib boshi bilan toshga yiqiladi. O'ziga kelgan Sam yana qattiq bosh og'rig'ini his qiladi. Boshiga tegingach qon ko'radi. To'satdan xonaga kirgan qandaydir erkak uni boshidagi jarohat bilan ko'chadan topib olganliklarini aytadi. Sam ularning kim ekanliklarini so'raganida bu William bo'lib chiqadi. U guruhi bilan bu yerga kelgach, uy bo'shligini ko'rib, uni ko'chadan izlaganliklarini aytib, sog'lomlashtirish vaqtida ko'chada yurganligi uchun ko'yi beradi. Sam undan kameralar haqida so'raganida, NASA uy haqidagi barcha narsani unga aytmaganligini va uning bunchalik uzoqqa ketishini taxmin qilmaganliklarini aytadi. Bundan so'ng uni pastki xonaga olib tushib, shkaf ortidagi maxfiy xonani ochadi va bu yerning xavfsiz ekanligini tushuntiradi. Ular yanada pastga tushisharkan, William bu uy muhim odamlar uchun qochoqxona vazifasini bajarganligini aytadi. Kompyuterlarni yoqqan William uy boshidan oyog'igacha kuzatuv kameralari bilan o'ralganligini va xavf tug'ilgan paytda bino insoniyatga ma'lum bo'lgan 3 xil turdagi eng pishiq devorlar bilan o'rab olinishini ma'lum qiladi. William ketganidan so'ng qo'lini ko'zdan kechirgan Sam ko'karish tobora o'sib borayotganligini ko'radi va uni suratga olib Velga jo'natadi. U esa shunchaki muz qo'yishni maslahat beradi. Eng zo'r dugona. Kech tushgach uy chiroqlari pirpirab qoladi. Qo'liga fonar olib balkonga chiqqan Sam hech kimni ko'rmagach ortiga qaytarkan,
Eshik ortida sirli maxluq paydo bo'ladi. Ko'zlarga ishonmagan ayol ortiga qaytgach, u g'oyib bo'ladi. Eshiklar qulflanganligini tekshirgan Sem endi orom olgani ketayotganida to'satdan izolyatsiya rejimi ishga tushadi. Barcha eshik va derazalar temir himoya bilan qoplangach, Sem qamoqda qolib ketadi. U qo'ng'iroq qilishga urinadi, ammo aloqa ishlamasdi. Qo'rqinchli ovozlarni eshita boshlagan ayol tezdagina podvalga qocharkan, maxluq uni ta'qib qilishni boshlaydi. Uning yaqinlashayotganligini eshitgan Sem tizimni o'chirishga urinadi, ammo foyda bermaydi. Bu damda eshik tutqichi harakatga keladi, ammo fonar tushishi bilan u ham to'xtab qoladi. Qo'shnixonaga kirib nima bo'layotganligini tushunishga uringan Sem shisha devor ortidagi maxluq qo'lini ko'rishi bilan imkon boricha yer qa'riga kirib ketishga qaror qiladi. Bunkerga tushib kuzatuv kameralarini yoqqan Sem hovlida kezib yurgan dahshatli maxluqni ko'radi. Biroq chiroq yonishi bilan u ham g'oyib bo'ladi. Telefon ovozidan uyg'ongan ayol shu yerda uxlab qolganligini tushunadi. Yuqoriga chiqqan Sem Uilim va guruhi kelganligini ko'rgach, generatorga nimadir bo'lganligini aytadi. Uilim esa elektr tizimida nosozlik bo'lganligini tasdiqlab, odamlarni tuzatishga jo'natadi. Sem uyga nimadir kirganligini aytgach, Uilim kuzatuv kameralarini tekshirib chiqishga so'z beradi. Bundan so'ng ko'rik boshlanadi. Uning qo'lidagi ko'karishni ko'rgan Mishel uni rentgenga tushirish kerakligini ta'kidlaydi. Biroz turib Mark va Izilar Semni ko'rgani kelishadi. Uilim nevarasi bilan o'ynayotgan paytda er-xotinlar gaplashib olgani o'rmonga chiqishadi. O'zga sayyoraliklarni ko'rganligini aytgan Sem yerga o'zi bilan qandaydir maxluqni olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Biroz turib kuzatuv kameralarini tekshirishadi, biroq Sem maxluqni ko'rgan soatda ekranda nosozlik paydo bo'ladi. Uilim unda gallyutsinatsiya bo'layotganligini aytib, dam olishni maslahat beradi. Uilim ketganidan so'ng Sem uyni skaner qiladi va uyda 9 ta odam borligini ko'radi. Kech tusha boshlagach, qo'rqib qolgan Sem kirish eshiklariga to'siqlar qo'yib chiqadi va internetdan o'zinikiga o'xshash ko'karishga duchor bo'lgan odamlar va ularning o'zga sayyoraliklar bilan bog'liqliklari haqidagi suratlarni ko'radi. O'zini ko'zdan kechirgan ayol xuddi shu turdagi ko'karishlar unda ham paydo bo'lganligini ko'rib dahshatga tushadi. Chiroqlar yana pirpirashni boshlagach, signalizatsiyani yoqqan ayol tezda bunkerga yo'l oladi. Shu damda qo'ng'iroq qilgan Mark oldiga borayotganligini aytadi. Sem esa uyda kimdir borligini aytishi bilan sun'iy intellekt himoya tizimi buzib kirilganligini xabar qiladi. Bunkerga ketayotgan Sem qattiq og'riq sabab zinadan dumalab ketadi. Telefoni singanligini ko'rgan Sem tezda kompyuter oldiga oshiqadi. Kameralarni ko'zdan kechirgach, hech kim yo'qligini ko'radi. Biroq skaner uyda yana kimdir borligini tasdiqlaydi. Ko'p o'tmasdan maxluq ham ko'rinish beradi va Sem kameralarni o'chirib qo'yadi. Skaner esa uyda yana bir odam paydo bo'lganligini ko'rsatadi. Oshxonaga kirgan Sem maxluq yaqinlashayotganligini eshitishi bilan berkinib oladi va uning aksi ko'rinadi. Vaqtdan foydalangan ayol qochishga urinishi bilan yana bir maxluq paydo bo'ladi. Bir amallab ulardan qochgach, dushga kirib eshiklarni to'sib qo'yadi. Kutilmaganda qo'li qattiq og'rishni boshlagach, bintni yechib qo'li qandaydir yopishqoq modda bilan o'ralganligini ko'rib dahshatga tushadi. Maxluq eshikni ura boshlagach, Sem dushda berkinib oladi. Ventilyatsiya quvurni ko'rgach, panjarani buzib u yerdan qochishni uddalaydi. Mark va Izilar ham yetib kelishadi. Mark qo'ng'iroq qilishga urinadi, biroq foyda bermagach, uyni ko'zdan kechirishga jo'naydi. Nimanidir ko'rib qolgan Izi tashqariga chiqib, ortidan kelgan otasiga o'rmondagi yorug'likni ko'rsatadi. Bunkerdan chiqish tomonga ketayotgan Sem esa maxluqning changaliga tushadi. Biroq uning changalidan qutulib yo'lida davom etadi. Maxluqlardan qochayotgan Semning yaralari nur taratishni boshlaydi. Yuqoriga olib chiquvchi narvondan foydalangan ayol o'rmonning qoq o'rtasidan chiqadi va ortiga qaramay qochishni boshlaydi. Shu damda Uilim ham qurollangan askarlar bilan yetib keladi. Askarlar uyni ko'zdan kechirishayotgan paytda Uilim bunkerni tekshiradi. Kuchdan qolgan Sem hayotga tan berib maxluqlardan unga rahm qilishlarini so'raydi va uning boshini ko'targan mavjudot u bilan o'z tilida gaplasha boshlaydi. Sem ularning tilini tushunayotganligidan hayratga tushadi va ular uni sog'inganliklarini aytishadi. Sem ulardan kimliklarini so'raganida ular uning oilasi ekanliklarini aytishadi. Sem hali ham hech nimani tushunmasdi va mavjudot unga peshonasini qo'yib eslashni so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, u aslida o'zga sayyoralik bo'lib, uning oilasi ko'p yillar oldin yerga qulab tushgan. Uilimning otryadi ularni ushlashga uringan, biroq mavjudotlar tezda ko'zdan g'oyib bo'lishgan. To'stopolon vaqtida Sem o'zinikilardan ajralib qolgan va tanasini o'zgartirish uchun maxsus uskunani ishga solgan. Uilim uni kichik qizcha holida topib olgan va boqib olgandi. Uning oilasi esa uni anchadan beri izlab kelishgan va aynan ular uning kapsulasini teshib qo'yishgandi. Ayni damda Mark va Izilar uni topishadi. Qizcha onasining nur sochayotganligidan qo'rqib ketadi, biroq Sem hammasi joyidaligini aytadi. Paydo bo'lgan Uilim esa uning aslida kim ekanligini doim bilganligini aytadi. U ataylab uni astronavt qilgan va xo'rak sifatida unga shu vazifani topshirgandi.
U o'zga sayyoraliklarni qo'lga olib, ularni davlatga topshirishni ko'zlagandi. Biroq Sem bunga qarshilik qiladi. Uilyam to'pponchasini olishi bilan unga tashlangan Mark qaynatasini itday do'pposlaydi. Ayni damda Semning niqobi o'z kuchini yo'qotib, haqiqiy tanasiga kiradi. Askarlar yaqinlashisharkan Mark Semga o'zini qutqarishini aytadi. Izi ham onasi bilan xayrlashadi va Sem oilasi oldiga oshiqadi. Askarlar yetib kelishlari bilan o'zga sayyoraliklar o'z kemalariga minib jonajon sayyoralarga yo'l olishadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.